Mana Namangan viloyati Chustkamga oldik. O'tgan yili shu dalalardan FL67 gibriddan 100 tonnadan ortiq silos olgan dehqon akamiz. Bu yil mana 15-mart kuni ekdili. Xudo xolasa bugun 12-may. Dilshod aka bir qisqacha tushuntirish berasiz. Nima ishlar borildi? Hozirgi kungacha holati qanaqa? Bu hozir assalomu alaykum. Shu holga kelguncha bir marta suv ichdi. 16-mart, 15-mart kuni ekilgan. Yerdan makkajo'xori 2-aprel kuni unib chiqqan. Shu yer yomg'irlar bilan unib chiqqan. 40 kun bo'ldi. Ha, biz 40 kun bo'lyaptimi? 40 kun. 40 kun holatga keldi hozir. 40 kun holatga kelgan bo'lsa, makkajo'xori yerdan chiqqandan keyin 5 marta haydab bo'lgan kultivasiya. 5 marta kultivasiya bo'lgan. 6-sida 350 kilodan silitrini solib suv ochganmiz. Ba'zidan ham 6 marta suspensiya qilganmiz. 6 marta suspensiya. Ko'p mana dehqonlarimiz so'raydi suspensiya maslahat, o'zingiz bitta tushuntirish berib o'tasiz. Qanaqa suspensiya berasiz? Qaysi davrida berasiz? Kunni qaysi paytda bergan yaxshi? Suspensiya o'zi bargi 3 quloq bo'lganda boshlash kerak-da. Etan-metan o'zi sepadiganimiz bor. Liboy ekan ham piyozmi, makkajo'xorimi nima bo'lsa ham, liboy ekan yosh paytda birinchi fosfor talab qiladi. Fosforli o'g'it. Ikkinchisida azotli o'g'it. Uchinchi paytda 8-6 bag'li bo'lganda 320 NPK'lar bor. Azot, fosfor, kaliy kimik elementlari bor. Yo'q, mis, sink shunaqalar bor. Bundan sepamiz. Endi o'zi eng oxirgi etapiga keldik. Endi kalisi bor, o'zi qolib ekanmiz. Kali 70% NPK bor. Kali italyaniki. O'shanda xudo xohlasa bugun sepamiz. Bilan keyin bo'ldi. Baytim kilo. Ishlov bilan tugadi, yo faqat suv. Suv endi bari. Yana so'ramoqchi bo'lganimiz suv bo'yicha. Makkajo'xori ko'pchilik aytadi, suv yaxshi ko'radi. degan ko'ramiz, vodiyda ayniqsa suv bemalol joylarda sholipoyaga o'xshab bo'ktirib bo'g'zigacha suv berishadi. Yoki bu gibridlarni chanqatish kerak. O'zingiz praktika tajribangizda nima ahamiyatli joylarini ko'rdingiz? Yo'q, bular chanqatish kerak emas. Bular shu cherezaka sug'oramiz. Bir marta sug'ordik. Nam shu makkin katok bormi? Shu makkin sentriga kelib kelsa, bu tashamiz suvni sirasi. Suv ko'p o'shangizdan biz sinab ko'rdik. Ko'p suv bo'ktirib suv o'chib ko'rdik. Makka rangi sarg'ayib ketdi. Tagda zax ko'pligidan. Endi hozir ikki suvni qo'yish kerak. Kechagina yomg'ir yog'di. O suv o'zi talab qilmayapti. O'zi makkajo'xori aytadi, suv bergin menga deb. O suv bermayapti, so'ramayapti. Bunga suv bergingiz bilan foydasi yo'q buni o'zi. Tagida nam yetarli buni o'zi. To'g'ri. Bu yil yog'ingarchiliklar ham xudoga shukr yaxshi bo'ldi. Kechagi yomg'ir ham juda yaxshi bo'ldi. O'zi biz 2 kun oldin suv ochmoqchi edik. O'shalarni olib qo'ydik, suv ochmoqchi edik. Yomg'ir yog'di, to'xtadi. Endi bir haftadan keyin suv ochamiz, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. O'zi o'tgan yilga mana tajribangizdan ko'pchilik so'raydi. Endi hamma hududda u har xil. Necha marta o'rtacha suv ichdi mana shu 67? O'tgan yili lekin kun may oylari, aprel oylari ham issiqroq bo'ldi. O'tgan yil issiq, bu yil havo qurg'oqchilik ham baland bo'ldi o'tgan. Bu yil havo unaqa issiq emas. O'tgan yili bir 6-8 marta suv berdingiz adashmasam. Undan ko'p emas. 8 marta ko'p berdim. O'tgan yili men o'zi rasmlari ham bor. 12-mayda shu qo'yganmiz ko'paga. O'shanda o'zi ikkinchi suvni ichib bo'lgan. 12-mayda. Makkajo'xori shuni. Bu yil bu holatiga bir marta suv. Bir marta ichdi xolos o'zi. Endi mana bir hafta 10 kundan keyin ikkinchi suvni ichadi. Bir hafta 10 kundan keyin ikkinchi suvni endi qo'yamiz. Tushunarli. Yana qanaqa savol javoblar bo'lsa, aloqadamiz. Dilshod akam ham hech ayaminglar, yordamlarini so'rab beramiz. Endi to'g'ri hammaga nomerlarni bera olmasak ham so'rab beramiz, qiziqib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar.